Hi everyone, welcome to High Language Training Center Video Classroom, and today we will learn new concept English, Book 1, Lesson 65. Not a baby. Okay, sağollaşlar şimdi. Bugün not a baby degan şu dersni öğrenmekçi. Endi bu nima degan gap desanglar? Not a baby. A baby degan bilasizlar buvoq. Ay buvoq emas. Demak endi kichik bola emas. Kichik bola emasman degan narsani anglaganman. Not a baby. İngliz tilida mana bir gap bor. Do you think I was born yesterday? Okay. Do you think I was born yesterday? Sizningcha, do you think? Think deganimiz o'ylamoq shunami? Sizningcha men tunugun tug'ilgandamanmi? Okay. Do you think man was shu BP'ning o'tgan zaman shaklida demakchi isninki yoki amninki I was born degan tug'ilmoq yesterday. Sizningcha men bu tunugun tug'ilgandekmi? Endi bu degan gap sizning shaytoningiz meni bir tunugun tug'ilgandek ko'rinyaptimi degan gap bu. Hesapta boshqalarni sizni sal ko'z qilmaganda sizni sal ahmaq dot sal kichik bola chaqilganda o'shanday sanaldi. Do you think I was born yesterday? Ko'zingizga men bir tunugun tug'ilgandek ko'rinyaptimi? Debchi. Demak hamda hamsharki not a baby. Okay, I'm not a baby. Hey, I'm not a baby. Do you think I was born yesterday? Demak hamda meni shunchalik kichik bola chaqilgansa, dot chaqilgansa demakchi bo'lganda, nah, shuni ishlashdan bo'ldi. Do you think I was born yesterday? Okay. Endi qaranglar. Demak hamda bilasizlar, qizdirish qilgan ishlashdan bo'ldi hamda. Hammaramga, do you think I was born yesterday deb ajib yuzan bo'lmaydi. Okay, birinchisi nima? Dad, okay, mom, right? And the dad, mom, degan hamda shu bolalarniki ota-onasini chaqirgan. Adata dada degani father deymiz, nima apa degani mother. Endi ingliz tilida ota-onasini chaqirganda dad, yoki nima? Daddy, hi daddy, dad, shunami? Yoki nima? Mommy, mom deymiz. Mommy, mom. Bu asosida ingliz tilida ishlatiladi, ingliz tilida. Bu maqola yozganda voy my daddy, my mom, mommy deb yozsa qolmaydi. Okay, I love you dad. Shunami? I love you dad. Yeah, mom, you are my good mother. You're my good mother. Siz meniki. Yani men aytdi. Yaxshi apam, yaxshi anam. Deganga bo'ldi. Demak birisi nima? Dad, mom. Dad, mom. Good. Next one is key. Okay, key. Okay, indikse nima desanlar? Sal qanaqa qilganmiz desanlar, so'zlar ekanmiz. Shunami? Key. Bu ko'rib turibdi, bu nima desanlar? Ochquch. Ochquchni nima deymiz desanlar? Key. Hey, find the key. Ochquchni toping. Okay. Endi masalan the key to success. Okay. Bu yerga success deganimiz nima desanlar? Muvaffaqiyat. Demak, muvaffaqiyatning ochquchi. Demak, bu ochquch degan hamda o adabiylashganda, demak, ochquchlik narsa, eng muhim bo'lgan narsa degan gap. Demak, hamda shu bir qulupqa shu ochquch ochqini bo'lmaydi shunami? Demak, hamda shu eng muhim narsa degan nima deymiz? O'xshashlam ingliz tilida key deb ifodalaymiz. The key to success. Bilamizlar nimaning key to successligini bilalar? Confidence. Self-confidence deymiz. O'ziga bo'lgan ishonch. Har qanday ish qilishninki muvaffaqiyatning ochquchi self-confidence. Cho'qim shu qanday qilishing kerak, o'ziga ishonishing kerak. Qanday yaxshi so'zligini bo'ldi? Birinchi o'ziga ishonish kerak. O'zining shu yaxshi so'zlarga qanday qilish kerak, ishonish kerak-da. And the king said the key to the front door. Okay. Endi men yerga the front door deganimiz balla oldishik. Bu oldishik deganimiz masalan biz uyanliq bo'lgan bo'lsa, taladan, sirtdan uyanliq ichiga kiradigan eshikni nima deymiz? Sanlar oldishik deymiz. The front door. Adata masalan o'g'irlikdan mudofialanish eshiklar bo'ldi-ku endi. Nayt cho'ng eshik. Shuni deymiz front door. And the key to ning endi bu yerga to deganimiz haqiqatga qo'yanda. Bu yerda nima desanlar uyg'urchalarning ning deb tarjima qilindi. Demakchi shu oldi eshikning ochquchi. The key to the front door.
The key to the front door. And the key to the wardrobe 보시죠. kiyim shkafining ochiqchi. The key to success muvaffaqiyatning ochiqchi. So where's the door key? Hey, eshikning ochiqchi qayerda? Hey, where's the door key? Can I have these keys? Okay. Men bu ochiqchilarni ilib olsam bo'lamdi? Demak, menda bo'lsa bo'lamdi yoki menga ba'singiz bo'lamdi degan gap. Mesela bu can I have degan yana boshqa yarim ishlatildi. Mesela can I have your name please? Demak ki menda sizning ismingiz bo'lsa bo'lamdi. Demak ki ismingizni bir deb bersangiz can I have your name please? Degandek. All right. Keyingisi qarab boqaylik. I have the key. Okay, menda nima? Ochqich bor. This is your key. Bu sizning nimangiz? Ochqichingiz. Okay. So do you know the key to the question? Endi bu savolning ochiqchini bilamsiz? Endi bu yerga savolning javobi degan gap. Tushundingizmi? Do you know the key to the question? Bu savolning ochiqchini bilamsiz? Yoki shu bu savolniki yosh javobini. Okay. Keyingisi endi masalan ochiqchi yutib ketadi-ku, ochiqchi endi nima ish qilyapsiz? Hey, what are you doing? So I'm looking for my keys. Okay. I am looking for my keys. Keys, key. Key, keys. Yes, yeah. Keys. You know, it's the key to everything. Key to everything. Okay, look. That is a baby, right? A baby, that baby is really cute. So we call it, this is a cute baby. Baby. Like Justin Bieber and song, baby, baby, oh, I like the baby, baby, baby. Okay, sure, baby, sure, huh? Okay. You know, this baby can walk. Bu baby can okay, this baby can walk. Okay. You know, she's bathing her baby. Okay, and the bathing her baby, oh, balasna kanaqolda muncha yuyindiryapti. And my bathing deganimiz hamda Manda vannaga yoki dask serib mana yuyingan bo'lsa, nima deymiz? Bath deymiz. Ma th qanday talaffuz qilib mishara? Da. Ko'rdingizmi? Ma tishlaringlar bilan tilni tishlaringlar. Da. Bath. Bathing. Okay. She's bathing her baby. She's bathing her baby. Okay, babysitter is feeding my baby. Okay, babysitter endi misharaga bal boqchi. Babysitter. Babysitter is feeding my baby. Men bu o'qimni qanday qildi? Tamoqlantiryapti, oziqlantiryapti. Feed deganimiz shu tamoq bermak. Shu qo'sqini to'yg'azmak. Qo'sqin to'yg'azmak. Okay, next one is here. Okay, here. Okay, and here deganimiz hamda anglasangiz orqali bir nima desanglar, anglamak. Masalan, hear a noise. Nima? Varanchuni anglamak. Okay, hear a noise. Hear wrong. Do you hear? Hey, hey, do you hear me? Hey, do you hear me? Do you hear me? Okay, again. Hear. Okay, hear a shot. Okay, remember, pang. And the name is for hear a shot. Okay, can you hear me? And the meaning given all. And hear ko'pincha bir natijani bildiradi. Anlayaldı yoki anglayolmadi degan. Okay, endi men listen bor. Listen deganimiz endi bir jarayon. Shunama listen to the tape. Ko'ngil qo'yib qanday qiling? Masalan, listen to the tape carefully. Masalan, uni olgan keyin ko'ngil qo'yib anglang. Listen to music. Musiqa anglamak. Shu anglash jarayonni ko'rsatadi. Jarayonni ko'rsatadi. Lekin men hear deganimiz nima desanglar bir natija. Demak, bizning anglash sezgimiz orqali bir yana anglay oldimi yoki anglayolmadimi deganda. You know, that sounds, do you hear? What sounds do you hear? And siz qaysi ovozni angladingiz? Can you hear deganimiz endi anglay oldingizmi? Do you hear angladingizmi? What sounds do you hear? Okay. Can you hear the phone? Okay. Telefonni angladingizmi? Okay. Can you hear the phone? Telefonni anglay oldingizmi? Demak, endi hear deganimiz endi mishada shuningki natijasini bildiradigan gap. Okay, next one is enjoy. Okay, enjoy. Enjoy bu xushal xuram o'ynamak, huzurlanmak degan gap. Masalan, enjoy your dinner.
Okay. Keş tamaqınızdan qana qılın, huzurluning. Xushal xuram yangish nama. Enjoy the party. Yig'ilishda qana qılın, huzurluning. Enjoy the party. Masalan, enjoy your life. Okay, hayatınızda huzur elang. Enjoy the music, muzikada huzur elang. Enjoy the class. Demek dersda huzur elang. Demek hamda bu huzur elish degan gap, enjoy. Enjoy. So do you enjoy your work? Okay, demek siz o'zingizning xizmatlaringizni huzurlanib olamsiz. Demek shuningda yoqtirish, huzurlanish nima? They are enjoying their birthday party. Okay, ular hamda o'zininki tug'ilgan kunda qanaqa qilyapti, huzurlanyapti. Demek hamda enjoy deganimiz hamda huzur elish, yoki xushal xuram o'ynash degan gap. Odatlaymiz, hey, enjoy your life and enjoy English a little bit. Yoki enjoy English and enjoy your life a little bit. Ingliz tilida huzurlaning, hamda hayotingizni mazroq qiling, huzurlaning. Amaliyotda bu hayot hargiz buni aytdi, zerikishlik emas. Hamda o'ginishmi shu? O'ginishmi sizlarning hayotingizning nima dersanglar bir qismi. Amaliyot o'ginishdan qanday dersanglar, zo'q ag'ini bo'ladi, huzurlanig'ini bo'ladi. Sizning shu qanday o'ginishingiz bog'liqda. Albatta. Okay, naqta bo'lgan ama shu tekstga kelib qoldik savoldoshlar. Hamsa tekstni bir ko'ngil qo'yib anglasanglar. Just enjoy listening. What are you going to do this evening, Jill? I'm going to meet some friends, Dad. You mustn't come home late. You must be home at 10:30. I can't get home so early, Dad. Can I have the key to the front door, please? No, you can't. Jill's 18 years old, Tom. She's not a baby. Give her the key. She always comes home early. Oh, all right. Here you are. Do you hear? Yes, Dad. Thanks, Mom. That's all right. Goodbye. Enjoy yourself. We always enjoy ourselves, Mom. Bye-bye. All right, guys. All right. Answer. Tekst keladi savoldoshlar. Qarasanglar. Birinchi jumlasi. What are you going to do this evening, Jill? Okay, what are you going to do this evening, Jill? Hamda misharga be going to. Be deganimiz be pede, shunami? Bu be going to degan bu jumla shakli qanday desanglar? Oddiy kelgusi zaman. Shuna maqchi makchi. Demak, hamda bularning bu yaqin kelgusi yuz bermoqchi bo'lgan, shu qilmoqchi bo'lgan, planlagan ishlarni bildirdi. Endi misharga what are you going to do this evening, Jill? Bugun qach qurun, bugun kash nemish qilmoqchi, Jill? Nemishni planlayapsiz? Deydi. Desa, I'm going to meet some friends that, okay, men bir necha do'stlarim bilan ko'rishmoqchi dada deydi. Endi misharga I am going to meet. Endi misharga cho'qim be going to ning keyindan fe'lning asl shakli kelishi kerak. Demak, I am going to meet. Men ko'rishmoqchi. Nemish qilmoqchi? Ko'rishmoqchi. I'm going to meet some friends that, men bir necha do'stlarim bilan ko'rishmoqchi dada. Okay. You mustn't come home late. Okay, endi bu yerga mustn't deganimiz qilmasligingiz lozim. Mana qilmasligingiz kerak, shunami? Demak, you mustn't come home late. Demak, endi siz uyga keyin kelmasligingiz kerak. Endi buni mana tushunsak bo'ladi. Bu nima desam, baldo kelsangiz kerak degan gap, shunami? And you must be home at 10:30. Okay. Endi bu yerga be home. Okay, be deganimiz bo'lmoq, shunami? Siz cho'qim uyda bo'lib bo'lishingiz kerak. Demak, endi mana uyda bo'lgan holatini bildirdi. Masalan, be home degan shu be degan be fe'li-ku. Masalan, I'm home. Okay, men uyda. Demak, sizning holatingizni arasangiz, naq uyda degan gap. Okay, uyda. You must be home. Demak, siz uyda bo'lib bo'lishingiz kerak. Nechida at 10:30. Albatta, bu shu aniq vaqtlarning oldiga savatdoshlar biz atni olamiz. Masalan, at 1 o'clock. Endi bu yerga at 10:30. Bu nima bo'ladi desanglar? Nechidan necha o'tganda?
Neçeden neçe ötkenler degende at half past 10. 10'dan yarım ötkende. Demek ki 10 yarımda. Siz çoğum 10 yarımda sizin altınız öyle bulup buluş gerek. Canım okay. I can't get home so early that. Okay, I'm müşereke get home. And yana bir çıktı var mı yani? Get home. Get home degenem de bir yerge öyge kip olmak. Demek ki şu get home bilen come home anda kanarı sana asası okşaş. Demek ki öyge onda baldo yitip gelenmeyme. Ya ki bu öyge onda baldo kip olanmayma. So early. And so degenimiz ravaşa unçola. Oyda da men unçola baldo yitip kip olanmayma. Man, I can't get home so early that. Men unçola onda can I have the key to the front door? Okay, I'm here key to the front door. Demek ki olduşkunu açıkçı. Demek ki öyle kırgan şıkkını açıkçı deyin gap. Hem de can I have? Men de boz bulamdı. Demek ki ben şunu evasam bulamdı demek ki. Təklifi can I have the key to the front door? Eğer hem de bana birim demek ki olsak give me. Okay, give me the key to the front door. Şunama. And demek ki düz kılıp hem darısı boğan deken hem dinletto. Can I have the key to the front door? Ayte, kana düz kılıp can I have the key to the front door? Hem de bu yana yazıldığınızda abayım degendek nurgun dersler geçti. Mesela can I have your phone number? Mesela can you tell me degendek göre can I have your phone number? Demek ki sizin telefonunuz mende boş bulamdı. Demek ki bir depansınız bulup diken. Mesela can I have your WeChat number? Sizinki WeChat'ınız mende boş bulamdı. Demek ki depansınız. No, you can't. Yok. Siz undaq etsiniz bo'lmaydi. No, you can't. Siz asınız bo'lmaydi. Shunami? Jill's 18 years old, Tom. Okay. O Jill endi 18 yoshda edi, Tom. 18 years old. Demakki 18 yosh. 18 yosh. She's not a baby. Demakki o buvoq emas, demak kichik bola emas. Give her the key. Opsi deb turganda unga beraman. O herkesin kızı bana birinlam diye mi düşünüyor ama bana bağırsınız bulamdı. So can I have? Okay, she always come home early. She always comes home early, sorry. O daim balı öyge kilidi. Okay, come home dediğimiz hem de kayıtıp gelmek. Şu öyge gelmek. Comes home early. Okay, all right. Okay, şu all right diye şu okay diyen gibi. Buludu. Okay. Here you are, but, and demiş ki but degan gerek qo'yamiz. Biroq eng muhim narsa shu. Biroq you mustn't come home after a quarter past 11. Okay. You mustn't come home. Siz uyga kelmasligingiz kerak. Demak, after then a quarter past 11. Demak, 11dan 15 o'tgandan keyin kelma. Demak, undan burun kelib bo'ladi degan gap bor-da. After quarter past 11. Do you hear? Bir aldın mı ya? Okay, aldın mı ya? Thanks, Mom. Okay, that's all right. Enjoy yourself. Okay, vay hiç kısı yok. Xuşal xuram oynap gelen. Demek annem o enjoy yourself degen üzünüz xuşal xuram oyna. Bu köpünçe mesela başkalar bir partiga veya ki bir yerge seyahatge veya ki bir yerge oynagın mansa başkalarında enjoy yourself demekçe üzünüz xuşal xuram oyna. Demek özünüzde huzurlu degan gap bo'ldi qo'y bu yerda. We always enjoy ourselves, man. Biz doim xushal-xuram o'ynaymiz apa deydi. And ourselves biz o'zimiz nima? We always enjoy ourselves, man. Biz doim o'zimiz qanaqa qilamiz? Huzurlimiz deydi. Xo'sh, endi shu yerga enjoy. Agarda endi birinchi shaxs men shunami? Endi men o'zim, myself deganimiz endi o'zim degan gap. I enjoy myself. Yoki I always enjoy myself. Men doim qanaqa qilma, xushal-xuram o'ynayman. Men o'zim bo'lsam myself. You and siz o'zingiz bo'lsa yourself. Buning name is yourself. And biz o'zimiz we ourselves. And ama biz deganda savolashlar. Mishani muhim bo'lgan narsani ma'risanlar, biz degan ko'plik shunami? Aritma selfni keyin oxiri f bilan oxirlashgan. Ko'plik bo'lgandan keyin bu selfni o'zlarimiz bo'ldi emasmi? Aritda f bilan oxirlashgan yoki fi bilan oxirlashsa, buni v o'zgartib, qanaqa qildik? Iyaz qildik. Bu qana izda bu talaffuz qilindi.
Şuna ourselves. Demek ki we always enjoy ourselves. Biz daim qana qilamiz? Xushal quram, o'ynaymiz. And they always enjoy themselves. And ular o'zlari. And ular o'zlariga nima desanlar? Themselves. They always enjoy themselves. Ular daim xushal quram qana qilib o'ynaydi. And he enjoy himself. Agar she bo'lib qolsa, she herself. Okay, u o'zi. Demak, endi qizlarga herself. U o'zi. O'g'il bola bo'lsa, himself. Himself. Okay. Degandek. Okay, guys. Hamsa bu darsimizda language focus ma'nosini qarab angla. Bu yerda birinchi qaranglar, you mustn't come home late. Okay. Demak, you mustn't come home late. Demak, uy keng kelmasligingiz kerak. Demak, endi bu yerga mustn't deganimiz, nima qanday qilmasligingiz kerak. And you must be home at 10:30. And bu yerga must degan manda bo'lib bo'lishingiz kerak. And I can't get home so early that. Demak, endi bu yerga come home, be home, get home adab netsa ekanga. Bu yerga come home, be home, go home, get home, arrive home. Okay, endi bu yerga mushlarning ma'nosi nima desanglar, birinchisi come home. Come degan kelmak shunami? Kelmak. Endi come home degan endi sirtdan o'shining o'zining yoki uyga qanday qilish kelib bo'lash. Masalan, yoki mehmonlar bo'lamdi, yoki o'zingiz bo'lamdi, shu uyga qanday qilish, boshqa bir yerdan kelish bo'lsa nima desanglar, shu harakatni come home uy keldi. Masalan, mehmonlar uy keldi. You know, our guests came home. Masalan, he came home yesterday. U bizning uyga tunugin keldi. Shunami? Endi bu yerga be home bu holatni bildiradi. Uyda bo'lib bo'lgan tug'an holatini. Masalan, hey, where are you? I'm home. I am home. Men uyda. Demakchi, shu uyda turug'liq yoki uyda o'tiraqliq demakchi uydagi holatingizni bildiradi. I'm home. Okay. He's home. Okay. You must be home. Uyda bo'lib bo'lishingiz kerak. Sizning holatingizda uyda bo'lishingiz kerak degandek. And go home. Okay, go home. Bu uyga mangmaq degan gap. Odatda go home deganda bu naqshi o'zining uyiga qaytish yoki o'zining uyiga menish deganni bildirdi. Guys, go home. Uyga qaytaylik degan gap bo'ldi odatda. Go home. Buning oldiga tuni qanday qilmaymiz, ishlatmaymiz. Chunki home degan hamda saniki urug' tuqqanlaring bilan turadigan menda bir mehr muhabbatni o'z ichiga olgan menda bir o'rinni ko'rsatda bu bir xil abstraktni ism. Bu konkret, hargiz to'rttemva ism emas, masalan, house dek. Shunga buningga to deganni erishga bo'lmaydi. Chunki abstrakt narsa. Shunga go home lan deb qana qilgan gap, ishildirgan gap. Endi keyingisi narsa get home. Okay, ama get home degan shu uyga qanday kelib bo'lmoq yoki shu uyga yetib bormoq. Bu come home bilan asosan o'xshab chopdi. And arrive home. Yetib bormoq degan gap, arrive home. Okay, arrive home. And the king said, give her the key. Okay, and the ochkushni qanday qilam? Uningga bering. Yoki give the key to her. And the mushu buyruq jumlada igisa yushirnamada keladi bolalar. Masalan, you give her the key, shunami? And to'ldiruvchidan ikkisi bor. Demakchi sharkatning obyekti shunami? Birisi nimani berdi, yana kimga berdi? Odatda bu yerga narsalar nimani berdi, shunami? Ochkushni. And narsalar bevosita to'ldiruvchi bo'ldi. Ana bu yerga her degan kishilik almashtirib desanglar, vositalik to'ldiruvchi. Shunday bo'lganda nima desanglar, vositalik to'ldiruvchi bevosita to'ldiruvchininki keynida kelsa va yoki feeldan keyin, demak, xabardan keyin, wayudan keyin jizabiyu. Masalan, shu narsalar xabardan keyin magishib kelib qolsa, vositalik to'ldiruvchini olga to yoki for ni qo'yamiz. Masalan, give the key to her. Okay? Make the cake for him degandek, shu vositalik to'ldiruvchini olga to yoki nima qanday qilgan ilingan gap. Masalan, give me that book. Give that book to me. Masalan, give him the coat. Yoki give the coat to him. Ondan qanday bilan nimani bering. Masalan, enjoy yourself. We always enjoy ourselves, man. Biz doim qanday qilamiz? Xushal-xuram o'ynaymiz deydi. Bu nimaga degansanlar? Have a good time. Xushal-xuram o'ynang. Bir yaxshi. I had a really great time today. Bo'scha, bugun beksa xushal-xuram o'ynadim.
Demak, have a good time degan xushvaqt o'ynamoq, xushal xuram o'ynamoq degan gap. Have a good time. Okay. Let's enjoy this picture. Okay, have a good time this picture. Qanday ekan bolalar? Peyzim ekan? Bu balasi ko'taryaptimi yo dadasimi? Almış qaptimi yana? This is really funny. Nayati kulkilik. Qiziqarli ekan. Bo'ldi. That's all for today. And enjoy English. Enjoy your life a little bit. Goodbye.